Bu videoni ko'rganlaringizdan keyin sizlar to'laqonli 1000 so'm pul ham sarflamasdan, yo 1000 so'm sarflaysizlar bordi keldiga. Sarflamasdan больницаdan tekin tibbiy xizmatdan foydalanishlaringiz mumkin bo'ladi. Hattoki doriga, lecheniyaga, yotgan, turganingizga, yegan, ichganingizga ham 1 so'm pul to'lamaysiz больницаga. Boshqa yerga ham to'lamaysiz. Borasiz, davolanasiz, qaytasiz. Siz qanday kasal bo'lishingizdan qat'iy nazar. Sizni kasalingizga qaraganligi, siz davolaganligi uchun больницаga 100 mingga tushdimi, 100 millionga tushdimi, 300 millionga tushdimi sizga qiziq emas. Qanaqa kasal bo'lishingizdan qat'iy nazar. Siz yuragingizga stent qo'yish kerakmi? Siroz pechimsiz? Qon kasalliklarimi, onkologichniy farqi yo'q. Davlat tibbiy sug'urtasi bepul tibbiy sug'urtasi buni qoplab beradi. Men buni isbot sifatida hurmatli O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarorini, ya'niki PQ 311 sonli qarorini 2024-yil 9-oy 5-sanada chiqqan. O'qib eshitiraman, yana bir marta. Bahorda ham o'qib eshittirganman. O'qib eshitiraman. Qarorni eslab qolinglar. Solishtirib ko'rish uchun video tugagandan keyin xohlagan joylaringizda qiziq olishlaringiz mumkin bo'ladi. Yoki videoni oxirida aytaman, silkani tashlab ketaman. O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarori davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlarini joriy etishga oid chora-tadbirlar to'g'risida. Men bahorda boshlagan vaqtimda nima uchun oxirigacha olib bormadim? Bu yerda reja bor edi. 2025-yil 10-oy 1-sanagacha to'laqonli ishga tushadi degan joyi bor edi. Shuning uchun hali to'laqonli ishga tushmadik deb kelishdi. Men shu muddatga yetib keldi va undan yana 1 oy o'tdi. Men ana endi bu yog'iga mahkamroq, kuchliroq bu narsa bilan shug'ullanib, ommaga yana targ'ib qilishga davom etmoqchiman. Call center aytib o'tib ketaman. 1149 raqamiga telefon qilasizlar, qisqa raqamiga. Bu davlat tibbiy sug'urtasini call center hisoblanadi. Davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlarini joriy etishga oid chora-tadbirlar to'g'risida eshittirish olib boraman. Diqqat qilinglar. Bu video oilaviy ko'rsa bo'ladigan video. Uyingizda iloji bo'lsa, nechta odam bo'lsa, hamma bilan birgalikda ko'ringlar. Что kimnidir esida qolmasa, kimnidir esida qoladi. Mana hozir aytib o'tadigan informatsiyalarim.